学们来到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师 Sekila Asqai。今天我们要学习的是任务大盘点第6单元的任务大盘点。我们一起来看一下，第一题是选词填空选词填空。打包，这个我们都知道嘛，阿的对那个打包，格楞买的不用么子过，我了些，说不定，那就是有可能的意思。balkim degan bir ma'nosi chiqadi. birnim demak tas bo'lib maqda. 包装 o'rash. 对方 qarshi taraf. 早晨是 sahar. 出门uydan chiqish. 签 imza qo'yish. 快递tez yo'llanma. 麻烦 avvar qilgan bo'ldim degandek. 业务 kasb. 准备 tayyorlik. 那好，那咱们一起来看一下。那题应该同学们都是做完了的ishtab bo'lgan bo'lishimiz kerak。然后呢，第一个，我正去找你呢。man manda qilmoqchidim. 你就自己来了。sen o'zing kelding. 那你们qilmoqchidimdu. 那 man endi seni izlab boray degandim. 那就是seni izlab berishga nima ish qildik deymiz. tayyorlik qildik deb tushunsak bo'ldi. 那就是我正准备去找你呢我正准备去找你呢，你就自己来了。第二个，他习惯每天去健身。u her kuni berib chiniqishga odatlangan. 那么bu yerga nimani aytsak, her kuni nima desak bo'lar? 那在这里这个填的应该是早晨u her kuni saharda chiniqishga odatlangan. 他习惯每天早晨去健身。Üçüncüsü, 他刚什么办事去了，你下午来吧。u bayan bir nima ish bajargili ketdi. Siz tushdan keyin keling. 那 u bayan nima qilib ish bajargili ketdi? 那就是sirtqa tushdan keyin keling degan gap 说明这个人呢不在。demek bu adam bu yerda yo'q. Shuning uchun u sirtqa chiqib ish bajargili ketdi. 那应该是他刚出门办事去了。他刚出门办事去了，你下午来吧，是吧？第四个呢，这次什么谈成了bu qadimliq bir narsani deyishalisak就 kelishalisak demekçi. bu qadimliq nimada kelishalisak就可以什么合同了。那这个我们应该知道to'xtam tuzish to'xtam imzalash degan nima emas, 签合同签合同。那签合同不是oldidagisi nimadir? 那应该是业务 kasb. 这次业务谈成了就可以签合同了这次业务谈成了就可以签合同了desak bo'ladi。第五个呢，我要去给家里寄个 man uydagilarga nima avatdiman. 那bir narsa avatish o'zi tez yo'llanma, 快递我要去给家里寄个快递bo'lsa to'g'ri bo'ldi。6-si, 赶紧复习吧。tezdan nima qiling debdi? takror qiling. 明天就会考试呢。erta imtihon berdi ekan. erta imtihon berishi qaysi bo'ldi? mumkin desak qaysini deymiz? 说不定说不定明天就会考试呢。kim biladi? ertalam imtihon beramdiq yoki erta imtihon berib qilishimiz mumkin. birdim demak tas degandek. 第7个，请在这里写什么的名字debdi. bu yerga bir odamning ismini yozdi ekanmiz. Ma'no ustidagi hozir odam bo'lug'ini qaysi bo'la oladi? 对方 qarshi taraf. 所以在这里应该填对方，请在这里写对方的名字第8个呢，
这个礼物的什么可真好看呐！Bu soğatniki bir nimesi nimi degan chiroyli nimesi？这个soğat to'g'andan keyin biz uni qoplab turib o'rab turib haqqa beramiz bu呢应该是包装，是不是？包装可真好看呢。不好意思，我又要什么你了？哎，kechiring, sizni yana nima qildigan bo'ldim? Avar qildigan bo'ldim.哎，sizni yana avar qildigan bo'ldim.那avar qilish qaysi bo'ldi？麻烦，我又要麻烦你了。帮我再写一下这个好吗？哎，manga yordam qilib mani yozsangiz bo'lamdi。第10个呢，这么多饭都没吃完，哎，mustajih tamoqlarni yeb bo'lamdi。我们还是什么带回去吧。Biz yanıla tomoqni yeb bo'lolmay akatga vaqtimizda qandoq deymiz? 打包带回去啊，打包带回去deymiz。所以第10题的答案应该是打包。好，那跟老师呢一起来读2遍啊。我正准备去找你呢，你就自己来了。我正准备去找你呢，你就自己来了。他习惯每天早晨去健身。他习惯每天早晨去健身。他刚出门办事去了，你下午来吧。他刚出门办事去了，你下午来吧。这次业务谈成了，就可以签合同了。这次业务谈成了，就可以签合同了。我要去给家里寄个快递。我要去给家里寄个快递。赶紧复习吧，明天就会考试呢。哦，这个地方说不定是吧？赶紧复习吧，说不定明天就会考试呢。赶紧复习吧，说不定明天就会考试呢。请在这里写对方的名字。请在这里写对方的名字。第8个，这个礼物的包装可真好看呐！这个礼物的包装可真好看呐！不好意思，我又要麻烦你了，请帮我再写一下这个好吗？不好意思，我又要麻烦你了，帮我再写一下这个好吗？这么多饭都没吃完，我们还是打包带回去吃吧。这么多饭都没吃完，我们还是打包带回去吃吧。好，第1题完了，那我们来看一下第2题啊。说不定就回来，他明天。이게 bilan boshlaymiz.他vaqt andan keyin keladigan vaqt明天啊，他明天怎么了？就回来了。qaytib kelishi mumkin. 那 mumkin bo'lgandan keyin 说不定 desak bo'ldi-ku, 那就可能 degan bilan o'xshash. 那这个句子应该是什么呀？说不定他明天就回来了。说不定他明天就回来了。odatda 说不定 oldiga keladi va 说不定 oldiga keladi. Ikkinchisi, 这是干他什么呢？那u bu nima qilgani，或者说uning bu nima qilgani，bu degan 这是 deganimiz他能给你keldi-ku，那就是他这是干什么呢？他这是干什么呢？ to'g'ri bo'ldi. 第3个，上你呢还是外套把用的带上万一，那就是带上ilib ilim，肯定是带上外套吧？那chapuningizni ilib ilim，对吧？那那个万一tasodifiy ishlatsangiz-chu，万一用得上呢，是吧？万一用得上呢？好，那qaysi qolib qoldi？你bilan还是siz yanıla，那就是整个句子ulab kelsak，你还是带上外套吧，万一用得上呢？你还是带上外套吧，万一用得上呢？第4个，炒好，我们吃可以了已经菜。
那就是菜qo'rib是吧？菜已经炒好了。qo'rib好degan xatga diqqat qilaylik. 菜已经炒好了。那菜qo'rilib bo'lgandan keyin biz nima qilsak bo'ldi? Yesak bo'ldi. 我们可以吃了。菜已经炒好了，我们可以吃了。菜已经炒好了，我们可以吃了啊。第5个，走，我等你一会儿一起，那就是man sizni saqlayman или birga mangayli demoqchi ekan我等你一会儿 man sizni birdan saqlay 我等你一会儿我们一起走 biz birga mangayli 我等你一会儿我们一起走啊，这个没问题吧？我等你一会儿我们一起走啊。好，第三题，你多吃点儿，万一饿了怎么办？万一 tasadbi 那么在这里的重点就是我们的这个万一。Siz ko'proq yeng, tasadbi qo'sqingiz ichib qolsa qanday qilamiz？你多吃点，万一饿了怎么办？那keyindagi mashqlarni ishlasak, birinchisi你多想想，万一错了怎么办？ Siz ko'proq o'ylab o'ylashib beqqan tasodifiy xato bo'lib qolsa qanday qilamiz？然后呢，你多穿点，万一着凉了怎么办？ Siz ko'proq kiyinib tasodifiy suvga qotib qolsa qanday qilamiz？然后呢，你多买点，ko'proq setib万一不够怎么办？ tasodifiy yetmay qolsa qanday qilamiz？ debdi。好，第2个，我们只是认识，谈不上 deb ketgili bo'lmaydi。谈不上 deb ketgili bo'lmaydi。biz faqat tanishimiz do'st deb ketgili bo'lmaydi。谈不上朋友。我们只是出点力 biz faqat ozroq kuch chiqadi。然后呢，谈不上帮助 yordam qildik deb ketgili bo'lmaydi。然后呢，我们只是看看风景，谈不上旅游。biz faqat manzillarni ko'rib boqdik, sayohat qildik deb ketgili bo'lmaydi。我们只是觉得遗憾 biz faqat afsuslanarlik his qildik，谈不上后悔，这个pushaymon qildik deb ketgili bo'lmaydi。然后呢，第3个，别多想了，jiq o'ylama，别多想了，说不定他心情不好，balkim uningi kayfiyati yaxshi emasdir。那别担心了，ansirmang，说不定他没事，balkim u hech nima bo'lmagandir。别生气了，xafa bo'lmang，说不定他不是故意的，balkim u qasddan qilmagandir。别等了，saqlamang，说不定他不来了，balkim u kelmasligi或者是kelmaydigandir。好，第4个，这是他的笔，bu uning qalami。那这是阿里木的书，bu olimning kitobi。然后呢，这是我的钱包，bu mening portmolim。这是爸爸的车，bu dadamning mashinasi。好，这是第3个第3题。那么接下来第4题，完成对话。那老师做一个示范其他的还是要同学们自己来。你好，是快递员吗？ yaxshimisiz？ 这个快递员吗？我想寄快递。yoki bo'lmasa我想要寄快递，那或者是我要寄快递都可以啊。好的，你要寄什么东西？寄到哪里？
你要寄什么东西，寄到哪里？就是一些吃的，寄到和田。然后Canada bir sual belgilganda nimani so'raymiz? Ostiga qarab boqaylik. 和田比较远，一般3到5天能到。那就是寄到和田多久能收到？ qanchalik uzun vaqtda qo'liga tegadi? 多久能收到？和田比较远，一般3到5天能到。好的，好的。然后不着急的不着急，那就是说好的，多久没关系，我不着急。3到5天也可以，不着急。下面呢，他说麻烦你填一下快递单，麻烦你填一下快递单，收件人姓名、电话、地址都要写清楚，对不对？然后呢，好的，对不对？自己的信息的多，那就是自己的信息要写吗？或者是寄件人的信息要写吗？是的，您的姓名、电话、地址也要写。好的，对不对？那好，那剩下的呢，那就同学们自己来完成，好吗？那接下来我们来看一下我们的听力，已经做完了吧？我们来看一下第6单元。一共呢是2个 adverse 的sual，然后就是几个问题呢？6个问题啊，听yaxshi anglanglar。你好，我要寄一封信。您好，请问寄到哪儿？寄到北京，很着急。好的，那么请您先填写特快专递信封。我填好了。信件放进去了吗？放进去了。请您付20元。好，给你钱。yaxshimisiz? Men bir xat avatmoqchidim debdi. Yaxshimisiz? Nega avatsiz? Beijingga nihoyatda oldir aytdim desa, ma特快tez yo'llanmaninki ma shinfansini to'ldirib bering debdi. Shuning bilan to'ldirib bo'ldim desa, xatni ichiga soldingizmi debdi. Ha, debdi. Shuning bilan 20 qo'yib pul to'lang debdi. Shuning bilan bo'ladi deb. Mana pul debdi. 好，我们来看一下问题。第一个，这段对话最可能发生在什么地方啊？那我要寄一封信，我讲你应该就是在呀，pochta idarasida呀，快递公司。快递公司，那我们来看一下 A 邮局 pochtaxona B 电话亭 telefon boxi 咖啡店 qahvaxona 图书馆。那 hadavasa 肯定是在哪里呀？肯定是选 A 哦，邮局。第二个呢，说话人要干什么？他说他要寄一封信。那我们来看，去北京寄信、买票、买东西，应该选择 B 啊，选 B。第三个呢，寄件人着急嘛，你们的很着急的话，那所以答案应该是什么？谈不上急，很急，不太急，不清楚，应该是很急啊，很急。这道题的答案应该选择 B 啊，选择 B。然后第4一个4、5、6，我们再来看一下4、5、6。您好，我来取快递啊。您的快递单号是多少啊？快递号码是请核对一下单号。单号是呢
不是көріп бақсыңыз，然后在这里签上您的姓名不也ismіңізне这个imza qo'ying debdi。好的，我写好了。我看一下您的身份证。man sizningki身份证ingizga bir qarab baqsam debdi。给你 mana deb beribdi。好，给你快递，给您快递。mana tez yo'llanmangiz。这个包裹有点重啊。bu posilka sal ig'ir ekan ku desa，是啊，我同事xizmatdeshim给我寄了些红枣、核桃、巴旦木什么的qatarliqlarni avatib beribdi。to'rtinchi savol，女的来干什么？你好，我来取快递的。那女的来干什么呀？取快递应该是 B 啊 B。那第五个呢？下面哪一项对话中没有提到杏干、巴旦木、核桃、红枣？哪一个？肯定是杏干嘛？杏干这个什么？然后第六个呢？谁寄的包裹 ？Kim avatgan bu posilkani？ 他说我同事给我寄的。那我同事的跟 Kim xizmatdeshi，所以第六个的答案应该是同事啊，同事，选择 C 答案。好，那接下来我们来看一下情景绘画。他说，请你和你的同桌编一段去银行办卡的对话。那siz bilan mushu partadishingiz shikanglar qandaq bir dialog tuzadi ekansizlar, bankaga berib karta bijiradigan dialogdan birini tuzadi ekansizlar. Na buni o'zaro putkizaylik bo'lamdi. 一定要完成啊。第七个，猜字谜，草上飞。那这个字是什么字呢？却东西都去我的。其实呢，草的嘛还能的。uçup ketdi desek 我们就知道了。那草字头 uçup ketsa qaysi xat qoladi？早上的早，所以这道题的这个谜语的答案应该是早点hada。ikkinchisi价格减半。价格减半bahosining yerimi tushdi. Lekin buni bundoq tushunsak bo'lmaydi. Buni mush xat bo'yicha tushungan chaqda janing yerimi ketdi, gning yerimi ketdi bo'ladi. U vaqtida janinki yerim-yerimdan qarasak, 一个单人旁 bilan 一个 j。那 gni yerim-yerimdan qarasak, 一个 mu bilan 一个这个 g。那 j bilan g degan ikkisini bir yerga aytsak, bir xat bo'lamdi, bo'lmaydi ekan-a. Na qaysini aytsak bo'lganmi? 单人旁 bilan mu ikkisini bir yerga aytsak, 休息的休 degan xat bo'ladi ekan。那这个第二个字的答案应该是什么呢？休，一个单人旁，一个木，对吧？休息的一个休啊，你猜对了吗？好，那其实asosiyatdan bizniki mushu 猜字谜ning ichidagi xatlar ju mushu tekst ning ichidagi或者说 so'zlik ning ichidagi xatlar。Endi saboqdaşlar biz mushu 文化小贴士，我们来看一下今天的文化小贴士是网络改变生活。tor bizniki mushu nimamizni turmushimizni o'zgartdi. Diqqatimiz ekranda bo'lsin. 网络改变生活。Tor turmushni o'zgartdi. 互联网时代已经来临，互联网正改变我们的生活。如今只需一部手机，通过网络就可以满足生活中各式各样的需求。 Aloqa to'ri davri yetib keldi. U bizning turmushimizni o'zgartmoqda. Bugungi kunda faqat yon telefon bilanla tor orqali turmushdagi har xil ehtiyojni qondirg'ili bo'ladi. 若想买东西，我们可以网购；若是饿了，就用手机订外卖。下单后，快递小哥很快就会送饭上门。我们还可以在网上买电、缴话费。 Agar biror narsa setib olmoqchi bo'lsak, tordan setib olsak bo'ladi. Agar qo'rsqimiz ochganda yon telefon orqali tordan tomoq zakaz qilsaqla, tomoq yetkazguchi xodim tezla tomoqni eshik oldimizgacha yetkazib beradi. Biz yana tor orqali tok setib olaymiz va yon telefonga pul topshira olamiz. 周末想和朋友一起看电影，我们可以提前在网上买电影票，因为这样既可以挑选满意的座位，
票价又便宜。通过网络，我们还可以买飞机票、火车票，预约医院就诊时间、博物馆参观时间。网络让我们的生活越来越便捷。Hafta oxiri do'stlarimiz bilan birga kino ko'rgimiz kelsa, muddatdan burun torda bilet setib olaymiz. Chunki mushunda qilganda ko'ngildagidek o'rin tanlag'ili ham arzon bilet setib olg'ili bo'ladi. Aeroplan bileti, poyezd bileti setib olg'ilimi? Doktorxonada kasal ko'rinish vaqti, muzeyni ekskursiya qilish vaqti qatorliqlarnimi oldin kelishkili bo'ladi. Aloqa to'ri bizning turmushimizga bargan siri qulayliklarni elib kelmoqda. 好，亲爱的同学们，今天我们的课呢就上完了。今天的作业是预习下一个单元keyingi o'sha darslikni oldin olib bir o'rganib kelaylik. 那我们下一期再见。